Yong'in xavfsizligi oyligi doirasida, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingan yirik bozorlarda jamoat tartibini saqlash va yong'in xavfsizligini ta'minlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror ijrosi yuzasidan Buxoro viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan Karvon bozorida tegishli xizmatlar bilan hamkorlikda maxsus taktik o'quv mashqlari o'tkazildi. Yirik bozorlarda jamoat tartibini saqlash va yong'in xavfsizligini ta'minlash hamda favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularni bartaraf etishga qaratilgan chora-tadbirlarni tashkil etishning samarali usullariga bozorlarning video kuzatuv kameralari, tashvish chaqiruv signalizatsiyasi, yong'in signalizatsiyasi, tashvish tugmalari va xavf-xatardan ovozli xabar beruvchi uskunalar kabi xavfsizligini ta'minlash, texnik vositalar bilan jihozlanishni talab darajasiga keltirish, jamoat tartibini saqlash va yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha obyekt ma'muriyati, sotuvchi va fuqarolarning mas'uliyatini oshirish kabi tadbirlar kiradi. Mazkur tadbirlarni samarali tashkil etish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan joriy yilda qabul qilingan yirik bozorlarda jamoat tartibini saqlash va yong'in xavfsizligini ta'minlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror ijrosi yuzasidan Buxoro viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan Buxoro shahridagi Karvon bozorida tegishli xizmatlar bilan hamkorlikda maxsus taktik o'quv mashqlari o'tkazildi. Yong'inlar asosan tungi vaqtda sodir bo'lishini inobatga olgan holda kunning kechki vaqtida tashkil etilgan o'quv mashqlari dastlab favqulodda vaziyatlarda harakat qilish davlat quyi tizimi xizmatchilarining saf ko'rigi bilan boshlandi. Saf ko'rigida aholi ko'p to'planadigan, ommaviy tadbirlar o'tkaziladigan joylarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan yong'inlarning ayanchli oqibatlari to'g'risida ma'lumotlar berilib, bunday vaziyatlarda tezkorlik va hamkorlik juda muhimligi ta'kidlandi. So'ngra shartli yong'in to'g'risida berilgan signal asosida xizmatlarning ketma-ketlikdagi harakatlari boshlandi. Dastlab yuzaga kelgan shartli yong'inni o'chirish tadbirlari amalga oshirildi. Yong'inlar ko'lami, ular sodir bo'lganda zudlik bilan xabar berish va yong'in joyi to'g'risida yetkazilgan ma'lumotning aniqligiga chambarchas bog'liqdir. Yirik bozorlar, savdo majmualari va aholi ko'p to'planadigan joylarda tezkor xizmatlarning harakatlarini zudlik bilan tashkil etishda aholi tomonidan yetkaziladigan ma'lumotlarning ahamiyati katta. O'tkazilgan o'quv mashqlari davomida soha mutaxassislari ushbu masalalarga ham alohida e'tibor qaratish lozimligi to'g'risida bozor ma'muriyatiga tushunchalar berildi. Shartli yong'inni bartaraf etishda yong'in o'chirish avtonarvonlari jalb etilib, katta ko'lamli shartli yong'in oz fursatda bartaraf etildi. Shartli yong'in bartaraf etilgandan so'ng hududda qolib ketgan jabrlanuvchilar qutqarildi va ularga malakali tibbiy yordam ko'rsatildi. Gaz ta'minoti xizmati tomonidan gaz maromlash punktlari nazoratga olindi. Elektr ta'minoti xizmati tomonidan o'z vaqtida o'chirilgan elektr ta'minoti yong'in ko'lami kengayishining oldini oldi. O'quv mashqidan ko'zlangan asosiy maqsadlardan biri aynan favqulodda vaziyatlar davlat tizimi xizmatlarining hamkorlikdagi harakatlarini takomillashtirishdan iborat bo'ldi. Barcha harakatlar Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tezkor shtabi tomonidan nazoratga olindi va vazifalar ketma-ket belgilab berildi. Hamkorlikda tashkil etilgan tezkor tadbirlar natijasida shartli yong'in zudlik bilan bartaraf qilindi. Yong'inlar sabablarini aniqlash va zararini baholash bo'yicha laboratoriya zudlik bilan ishga kirishib, zaruriy ma'lumotlarni Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi rahbariyatiga yetkazdi. O'quv mashqlari yakunida kuzatuvchilar tomonidan yo'l qo'yilgan kamchiliklar va ahamiyatga olinishi lozim bo'lgan masalalar bo'yicha tegishli tavsiyalar berildi.